Bu hadisni Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: 7 ta halokatga uchratguvchi gunohdan saqlaninglar. Sahobalar aytdilar: "Ey Allohning rasuli, ular qaysilar?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: Allohga shirk keltirmoq va sehr va Alloh harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirish, ribo, sudxo'rlik, yetimning molini yemoq, dushman bostirib kelganda jang maydonini tashlab qochmoq va zinodan bexabar bo'lgan bir pokiza mu'mina ayolni zinokorlikda ayblash. 7 ta katta gunoh.